Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizni ko'rib turgan hojilar mana 7-fevral ekan, haramda Aravada tavof qilyapti. Bir odam qo'li bilan, oyoqlari ham nogiron ekan, bosolmaydigan odam. Holatini ko'rib, bundan albatta musulmon kishi ta'sirlanadi. Buni aytadigan narsam shuki, qanchadan qancha oyog'i bor odamlar kelib haramga ham kelmasdan gazzalarda yotib qaytib ketyapti umraga kelib. Lekin qalbda bo'lsa odam oyoq ham to'sib olmaydi ekan. Tavof qilishdan, ibodat qilishdan. Shuning uchun ilindim. Keladigan yangi odamlarga uydan niyat qilaylik. Shu yerda tavof qilaman deb. Kelib Gassinsada damalib aylanib, sayohatlarni qilib, o'ynab, kulib ketaman degan demas. Qanday bo'lsa ham ibodat qilib kelaman degan uydan shunday niyat qilinglar.